Dunyoda dong'i ketgan ulug' amir ko'p janglarda qo'shin yurgizar va orttirgan davlat va boyliklarini o'z saroyiga jo'natar edi. Janglarda yengilmas, kerak bo'lsa o'zi ham jang qilib hammani yer tishlatgan ulug' amir o'z saltanati, qudrati va boyligini tengsiz ko'rmoq istakda edi. Biroq amir qanchalik harakat qilmasin, kimdir uni rejasini buzaveradi. Ulug' amir, g'aznangiz bisotidan 10,000 tillo tanga yechildi. Otliqlarni esa janubdan jo'natamiz. Ulug' amir, g'aznangiz bisotidan yana 30,000 tillo yechildi. Malika. Malikadan darg'azab bo'lgan amir saroy tomon yo'l oldi. Malikam. Men yurtlar kezib boylik orttirayotgan vaqtimda menga yordamingiz shu bo'ldimi? G'aznani shipshidon qilibsiz-ku, Malikam. Aksincha, ulug' amir, men boyliklaringizni Xonsaroy Maniga investitsiya qilib, ko'paytirib qo'ygandirman. Xonsaroy Mani? Malikam, ulug' amir bisotidagi boyliklar 3dan 1ga ko'paydi. Xonsaroy Mani bilan amirimizning boyliklari bitmas tuganmas darajaga yetdi va amir dunyodagi eng boy saltanatga ega bo'ldi. Xonsaroy Mani biz bilan yanada qulayroq.